bilan sifatga qo'shilib keladigan chanayu grammatikasi fe'llarga qo'shilgandan keyin oxirida ku, shu, bu, edi-ku degan ma'nolarni beradi va bu grammatika ko'pincha gaplarda ta'kidlash, tasdiqlashni ifodalab keladi. Misol uchun, Yujin Shinin o'nil mitingi anvayo. Yujin xonim bugun uchrashuvga kelmadimi? Yujin Shinin namja chinguga itchana. Yujin xonimni o'g'il bola o'rtog'i bor-ku, Kreso, Anpullosi. Shu sababli uni chaqirmadik. Endi siz o'qing. 네, 알겠습니다, 선생님. 정우 씨는 김밥을 자주 먹네요. 사고 맛있잖아요. 정우잖아. 김밥, this is 이디야. 사고, 네, 뭐예요, 선생님? 김밥하고? Arzon va 아즈왕과 맛있잖아요. 나자리고. 지금은 지하철을 타는 게 나아요. 길이 막히잖아요. 선생님, 지하철 뭐예요? metro. hozir metroga chiqish yaxshi. Kirib. Makida 뭐예요? Tiqilinch. yo'l tiqilinch. 지각 했다고? 그것 봐. 얘가 일찍 일어나라고 했잖아. 지각했다. 뭐예요? Darsga kech qolish. kech qoldim deb aytyapsanmi? Ko'rdingmi? Nega 일찍 일어나라고 했잖아. Men senga ertaroq turgin deb aytdim-ku. 프랑스어는 줄리앙 씨에게 물어보세요. 프랑스 사람이잖아요. 프랑스 스타일은 줄리앙 장학단 소라표리. 프랑스 사람이고. 어떻게 한번 보실까요? 없어요, 선생님? 말하기는 누구? 당신 학교에 지가 할게요. 선생님 학교에 주문할게요. Bitta qilaylik. 오케이.